ishonchli va barakali. Assalomu alaykum. Bugun men sizga diagonali 32 dyuym va ekran o'lchamlari 1366 ga 768 pikselga teng Artel TV A32KH5500 Android televizori haqida gapirib beraman. Ko'rib turganingizdek, televizor jamlanmasiga batareykalar, boshqaruv pulti, kafolat taloni, mini UV kabeli va ikki tildagi yo'riqnoma kiritilgan. Televizor dizayni yassi panellik direct LED turidagi smart televizor. Vazni 4,1 kilogramm bo'lganligi sababli uni devorga osish ham hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Televizor balandligi oyoqchasi bilan 470, eni 720, qalinligi esa 183 mm ni tashkil qiladi. Artel A32KH5500 Android televizorining diagonali tabiiyki 32 dyuym. Ekranining o'lchamlari 1366 ga 768 pikselga teng. HD formatida tiniq tasvirdan zavqlanish imkoniyatini beradi. Endi telenamoyish interfeysi bilan tanishtiraman. Ulanish imkoniyatlaridan CI+ kartalari, antena va kabel TV uchun ulanish tuynuklari, o'rnatilgan raqamli va sun'iy yo'ldosh tuneri, 2 dona HDMI ulanish, 2 dona USB, mini AV kompozit kirish tuynuklari va LAN tarmoqqa simli ulanish kirishi mavjud. Artel televizoriga bugungi kunda eng zamonaviy Android TV 11 operatsion tizimi o'rnatilgan. Televizordan qulaylik bilan foydalanish uchun lozim bo'lgan barcha Google ilovalari va eng asosiysi Google Play Market ham o'rnatilgan. Google Play Market bilan Artel televizoringizda millionlab ilovalar va o'yinlardan bahra olishingiz mumkin bo'ladi. Google Assistenti to'g'risida alohida gapirish zarur. Artel televizorlarda o'rnatilgan Google Assistant sizga foydalanishda yana ko'plab qulayliklar yaratib beradi. Ulardan biri sevimli kino va ko'rsatuvlaringizni qidirish uchun harflarni yozib o'tirish shart emasligidan mujassam. Atigi bitta tugmani bosgan holda lozim bo'lgan film nomini ayting va ovozli yordamchingiz uni sizga topib beradi. Ushbu modelda Time Shift va PVR nomli funksiyalar ham bor. Time Shift funksiyasi kichik pultdan OK va past strelka kanal sozlamalari bo'limiga kirish orqali u yerdan Time Shift funksiyasi yoqilish bilan ishlatiladi. So'ng ortga qaytib OK tugmasi va yuqoriga strelka tugmasini bosishingiz bilan televizoringizdagi efir to'xtatiladi. Bu paytda qurilma ishlashda davom etadi. Efir esa tashqi xotira, ya'ni USB kartaga yozib boriladi. Tabiiyki maksimal to'xtatish vaqti videoni saqlash uchun mo'ljallangan USB qurilmadagi bo'sh joy miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Bu sevimli ko'rsatuvingizni ko'rish davomida biror ishga chalg'ish zarur bo'lgan paytda juda qulay keladi. Time Shiftdan farqli o'laroq, PVR foydalanuvchi uchun yanada ko'proq imkoniyatlar beradi. Bu funksiyani ishga tushirish uchun pultdan OK bosilib PVR tanlanadi. Bu funksiya efirda ketayotgan ko'rsatuv yoki filmni to'liqligicha yozib olib, istalgan vaqtda qayta ko'rish imkonini beradi. Eslatib o'tamiz, Artel kompaniyasi o'z mahsulotlariga 3 yillik to'liq kafolat beradi. Iste'molchilarga qo'shimcha qulaylik yaratish maqsadida O'zbekiston Respublikasi bo'ylab 35 dan ortiq servis markazlari xizmat ko'rsatmoqda. Murojaat uchun telefon 78 148 408. Siz bilan yana ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Artel ishonchli va barakali.